O'zbekistonda yagona bo'lgan darvozani sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Hali bunaqasi internet tarmog'ida bo'lmagan. Darvoza o'rnataman degan yurtdoshlarimiz uchun do'stlar, darvozalarimizning narx-navosi 400 ming so'mdan boshlanadi. Bu yog'i 500 dollargacha qarab ketaveradi. Anason aka, menimcha ochib ko'rsatmasak bo'lmaydi bu darvozani. Tayyor bo'lsangiz 1 2 3 Bismillah. Mashalloh, akalar go'zallikka bitta e'tibor berasizlar. Haqiqiy trendmisan, trend. Eng kamida videoni ko'rayotgan insonlarning ham xonadoniga mana shunday chiroyli fasondagi darvozalarimizdan o'rnatish nasib qilsin. Puli 5 million, 4 million deb o'tirmaymiz akalar. Ana soniga nech puldan chiqadi? Kvadratini 200 dollar ham demaymiz, 2 million ham demaymiz, 1 million 600 ming so'mdan inshaalloh O'zbekiston bo'lib eng originalini ustunovka qilib beramiz. Xudo xolisa. Darvozalarimiz sifatiga eng kamida 5 yil kafolatlari bor do'stlar. Mana bu darvozaga nima deyapsizlar akalar? Ustaga bitta ochib ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Bu darvozamizni 2 qavatli bo'ladi, ya'ni oldi shunaqa, orqa tarafi ham bismillah. Orqa oldi bir xil fasonda chiqqan. Akalar umuman materialdan qiziqilmagan. Narxini 2 million, 2,5 million deyish kerak yo'q. Ana soniga nech puldan chiqazib beramiz? Xo'p, oldi orqa bir xilli 1 million 550 mingdan qilib beramiz inshaalloh. 1 million 550 ming so'mdan chiqazib berilaveradi. Samarqand fason darvoza so'raysizlarmi, high-tech fasondagi darvoza so'raysizlarmi, qanaqasidan so'rashingizdan qat'iy nazar do'stlar, direkt orqali yoki pastdagi telefon raqamiga aloqaga chiqsangiz, ustakalarimiz inshaalloh chiroyli narxda o'xshatib berishadi do'stlar.